Assalomu alaykum. Aka tuzuyimsiz? Va haligi bergan Makkangiz 101 midi ekan nomi. Makkani ahvoli mana. Machavini 20 so'ti pashti yer. 2 kop machavini edi. 20 so'ti yerga 2 kop. Ishlavi bilmayman bir kultivasida holati bir 5 kur bo'ldi shekilli. Va haligi tevamdagi bizdan keyin oldi ekkani. O sotani qarang siz aka. O sota mana. Onu qarang. Ko'ryapsizmi? Hali papulturidan darak yo'q. Mo sotani qarang. Bu Makka nima Makka bo'ladi bilmayman endi qanaqa Makka bo'lar ekan. Tomir ishlari baquvvat mana. Baxlavda holoza toza. Mo spesa qiluvdik, mana bakani kuydirib qo'yuvdik. Ko'proqdan beraverdik. Shunga jinda mashallar chata bo'ldi-yu, itak ne strashniy deydimi shunaqa. Xudo xolasa holati o'ta dahshat. O Makkani mana sotasi aka. Bakini qarang tozaligini buni. Biror dona mana kurt yo'q, kurtga 2 marta dori sepdik. Xudo xolasa mana Makkani holati vobshi dahshat bo'lyapti. Mana holat aka. Bo'yi короче 2 metr bor-da, lekin hali papulturidan darak yo'q. Hali darak yo'q papulturidan. Ammo yonimizdagilar mana 958 lekin bularniki dumil kuch olashga keldi. Sababi nima? Sabab 958 meni fikrim bo'yicha bunday ittiroq ekan u. Bu meni bilishimcha kechkiroq. Lekin hali men qarang mana nimadan darak yo'q papulturida. Onga. Bular mola 2 metr olib turib mana dumbil kuchoqlar hammasi pastda. Dumbil kuchoqlar bo'ldi. Men qarang ikkitadan. Yana tanasini ko'ryapsizmi buni? Tanasi vobshi slishkim nozik. Mana tana. Ko'ryapsiz? Bu ham yaxshi narsa, lekin baka u darajada katta emas. Mo 958. Короче, demoqchimanki, endi xudo xolasa pishishiga qaraymiz. Mo baxni ham ko'ryapsizmi aka? Mo shapalani, mana qarang mana. Bakam bor-u. Vobshi slosbob narsa ekanda. Bakam seribek vobshi dahshat ekan, o'ta dahshat. Zo'r holatda 2 metrda hozir shu turish aka. Men bozimda qo'limni tevaga ko'tarsam dash yetmayapti. O'sha darajada. Mo sotani ko'ryapsizmi o'zi ham? Standartdagi Makkachi tekis. Unaqalar biriyat past, biriyat baland, unaqa holat vobshi yo'q. O'ta dahshat bo'lib qo'ydi Makka. Xudo xolasa keyingi yilga ham bir yil dumbil yaxshi bo'lib qolsa, o'sha boladan ham xabar bor mana. Jitchi ko'rinib qopti. Mana mada ham turibdi. Ikkita bola ko'rinib qopti lekin. Hech uchi. Lekin hali papulturidan 3 ta ekan bular daji. Mana mada ham turibdi. Ani orasida. O'sha papulturi endi shu kunlarda chiqaraverar ekan. Lekin hali biror dona papulturi chiqargan yo'q. Ammo 958 mana dumbil kuchoqlab. Nimaga sababi nimaga mana bak yozib bergan dumbil? Shuni sababini bilmadim men. Sababini bilasizmi?